Nima uchun hozir Soybo'yi loyihasidan xonadon xarid qilishni ayni vaqti? Birinchisi, bu narx Vodiy House obunachilari uchun aynan shu loyihadan xonadonlarda naqd pul asosida xarid qilsangiz, 1 kvadrat metrni 7 million so'mdan 7,5 million so'mgacha qilib berishadi. Ikkinchidan, qurilishlari to'liqligicha yakunlangan. Mijozlarimiz o'z xonadonlarini, remontlarini ham boshlab yuborishdi. Kadastr hujjatlari chiqishiga esa 2-3 oy vaqt qoldi xolos. Hozirgi kunda obodonlashtirish ishlari davom etmoqda. Uchinchidan, infratuzilma mukammal tarzda qilingan. Birgina avtoparkovkani o'zi, hovli qismi 20 sotixdan oshiq yer maydoniga ega. Undan tashqari esa maktab, bog'cha shundoqqina yoningizda. To'rtinchidan, Soybo'yi Avenue loyihasi Merfen qurilish kompaniyasining birinchi loyihasi bo'lganligi uchun sifatiga alohida e'tibor berilgan. Buni kelib, ko'rib yoki qurilish kompaniyasining Instagram sahifasidan ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Beshinchisi va eng muhimi, loyiha to'liqligicha gazlashtirilgan. Ushbu xonadonlar sotuvi may oyida e'lon qilinganligi sababli pastki qavatlarda ham, yuqori qavatda ham xonadonlar mavjud. To'liq ma'lumotlarga ega bo'lib, xonadonlarni xarid qilmoqchimisiz? Ekraningizdagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling.